Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynayjahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 17-noyabrga namoz jadvali hamda 17-noyabrga valyuta kurslari bilan tanishmoqdasiz. Azizlar, iltimos videoni oxirigacha ko'ramiz va like bosib maksimalni tarqatamiz. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, biz bilan birga bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lsalaringiz, obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Mana bu ko'rib turganlaringiz 17-noyabrga valyuta kurslari. Valyuta kurslari ertangi kunga ham ko'tarilgan, ya'ni yashil strilkalar tepaga. Ko'ryapsizlar? Valyuta kurslarida ko'tarilish bor. Azizlar, iltimos befarq bo'lmaymiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz, like bosib, yaqinlarga tarqatishda bardavom bo'lamiz va kommentariyada o'zlaringizni iliq fikrlaringizni qoldiringizlar. Men yana bir yangilik, Telegram kanal ham ochganman. Mana shu namoz jadvallarini mabodaki kanalda, YouTube kanalda namoz vaqtlari jadval chiqmay qolsa, shu Telegram kanalimda mana shu videoni описаниясiga qo'yib qo'yaman, kommentariy bo'limini boshiga. O'tib obuna bo'lsalaringiz, video mabodo jadval YouTube'da chiqmasa, shu nimada gruppadan, kanaldan ko'rib vaqtlarni bilib olaverasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.